Assalomu alaykum. Bugun Yangi tuman Erboblar mahallesinde bir binamızı satığa koyganmiz. Görüşünüz mümkün. Bu binanın ma'lum bir kısmı bölüp satıladı. 120 kvadrat kısmı satığa koyulgan. Görüşünüz mümkün. Navis işleri başlap koyulgan. Xohlasanız da bitkizilib beriladi. Xohlasanız özüm bitirib alaman deseniz özünüz bitirishiniz mümkün. Əldə bir-iki kamçiliklarga e'tibor bermesizlar, taxlasa bo'ladi. Bu binamız aslında 2 etaja mo'ljallangan. Teyni pindamitlar ham mustahkam qilinib, 2 qavatli qilinib, padosh qismi keyin pindamit qilinib boshlangan. 2 etaja mo'ljallab, usti hozir shifer bilan yopilgan, beton qilingan. Beton plitadan bosirib, keyin shipratilgan. Xohlagan vaqtda 2-etajini diklashingiz mumkin, shiferni ochib. Görüşünüz mümkün. Birimiz giriş kısmı dalan. Biri mehki mebel koyup, biri televizorlarını koyup, dam alıp otursanız bo'ladi. Aynalar hamma xonada ayna qo'yilib, yorug'lik tushish ta'minlangan. Berimizda umumlik uchun joy, kafelari qilingan, zamonaviy radiatorlar ustanovka qilingan. Bu yerda bir xonamiz, xohlasangiz zal, xohlasangiz agar natural bir biznes faoliyatini amalga oshiraman desangiz, hamma narsa to'g'ri kelib ketaveradi. Bu xonalardan radiatorlar qilingan, patologlari plastikdan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ban taraf qismimizga o'tadigan bo'lsak, berimizda oshxonani mebellarni qo'yib, berimizda banimiz bor, bani tualetlar. Berimizda oshxonani ovqatlanish qismi qilib, stol stullarni qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yanında spalni uchun bir xonamiz, pardozlash ishlarini amalga oshirib, o'zingizga yakadon dizaynda qilib taxlashingiz mumkin, remont qilishingiz mumkin. Shuning uchun 100% bitirilmagan. Bu yerda yana bir spalni uchun mo'ljallangan xonamiz. Birimiz ham o'zingizga dedingizga moslab remont qilishingiz mumkin. Kelishilgan bahoda qilib beriladi. Dokumentinden muammo yo'q. Xohlasangiz naturalda qolsin desangiz, natural, xohlasangiz turar joy o'zgartirish ham imkoni bor polni. Muammo yo'q. Gaz, svet, suv, vodoprovod, kanalizatsiya hech qanday muammosi yo'q. Hammasi birinchi toshga desam bo'ladi. Bu qishloqimizning markazi bir yer.